Bu bemorimizda ham churrani laparoskopik usulda bartaraf qilamiz, ya'ni zamonaviy usulda teshiklar orqali. Bu bemorimizda kompozitni 2 qavatli setga joylashtirganmiz, ana amerikanskiy qimmat setka deymiz-ku. Xudoga shukr, kutilgan natijaga erishdik. Elbek aka, kelganingizda nima shikoyatlaringiz bor edi? Shikoyat gojja ishib ketuvdi. Necha yildan beri grijingiz bor edi? 20 yil bo'lib qoldi. 20 yildan beri. O'lchami necha santimetrda chamasi? 15-20 yil. 15-20 santimetrlik bordi. Nima bezovta qilar edi? Og'ir. Og'riq bezovta qilar edi. Operatsiya o'tkazganingizga qancha bo'ldi? 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. Operatsiyani qanaqa qilib o'tkazdik? Kesdikmi, teshikmi, teshiklar orqali? Teshikmi, 3 ta teshik bilan 3 ta teshik orqali bajardik. 3 ta teshik. Operatsiya bo'ldi. 1 soatda ertasiga javob berishdi. Ertasiga. Hozir ishga chiqib ketgansiz. Hozir 2 haftadan keyin ishga chiqdim kechada. Yaxshi. Xalqimiz orasida ko'p uchraydigan patologiyalardan bittasi bu churralar, ya'ni qorin old devoridagi churralar. Churradan bartaraf qutulish yo'li faqatgina bitta operatsiya. Operatsiyaning ikkita usuli bor. Bu traditsion usul, kesmalar bilan qilinadigan, oldin qilinadigan usul va zamonaviy usul. Traditsion usulda 15-20 santimetrlik kesma qilish kerak edi. Bemorlar operatsiyadan keyin kami 1 hafta, 10 kun больницада yotishga to'g'ri kelardi. Zamonaviy usullarimiz bu laparoskopik usulda 3 ta teshik orqali amaliyot o'tkaziladi. Amaliyotdan keyingi davrda xuddi shu bemorimizga o'xshab, bemorlar ertasiga uyga ketishi mumkin. Mana 2 haftada ko'rib turibsizlar, bemorimiz ishga chiqib ketishlari mumkin. Kuzatib boringlar, bundan keyingi bemorlar haqida ham ma'lumotlar berib boramiz.